Hurmatli opa-singillarimiz, ayollarimiz, yomon qizlarni hozir sizlarga narsalar haqida obzor qilib beraman. Ketdi. O'zi yomon qiz bo'lishlik o'zi yomon narsa emas. Odamlarning xayoli yomon. Kelinglar, ayni damda kelinlarimiz, turmushga chiqayotgan, turmushga chiqqan opa-singillarimiz uchun hozir eng kerakli narsalar haqida aytib beraman. Xanumka brendini eshitganmisizlar va ayollar xanumka desa tomdan tashlashyapti. Shu brendga men ham keldim. Ko'rib turganinglardek, o'zlarini eng maxsus narsalari bu yog'larimiz. Bu esa losyonlarimiz. Bu eng muhimi gel для dushi. O'zini maxsus brendi, ham turetskiy, ham original. Bunisi esa skrab. To'g'risini aytsam, men ishlatgan skrablar eng zo'r brenddan bo'lsa ham menga tushmagan, lekin bularniki gapli. Victoria's Secret desa odamlar faqatgina shu brendni bilib olgan. Nimaga bilmadim, lekin undan ham zo'r. Mana ko'rib turibsizlar qo'limda. Bitta ishlatib sepib ko'ringlar. Ana undan keyin baho berasizlar. Voy qayerda edi? Originalmidi, podelkami deb izlab yurmaysizlar bozorma-bozor. Haqiqiy mana качественный brendi, haqiqiy brendовый tovarlari. Pardalarga deysizlarmi, постельный belyuga deysizlarmi, yostiqlarga sepib dazmol qilib qo'yinglar. Yuvsanglar hamchi parashoginglarni hidi alohida, bularni hidi alohida bo'lib turaveradi. Feromon deyshadi hozirgi kunda. Mana sizlarga haqiqiy feromon hidini-chi haqiqatdan zo'r, ishoninglar. Bitta ishlatib ko'ringlar. Bu просто tak reklama emas yoki kelib voy sizga podarka beramiz deyilganimiz. Bu haqiqiy brendовый tovar. Bu ham feromon ekan, intim gel deyshadi. Bilasizlarmi, aslında ayollarda ko'p uchraydigan muammo sistit muammosi. Aynan mana shu brend bu tavaridan ko'p ayollarimiz adsiv qoldirgan ekan, sistitni davoladi deya. Bu qora ishlarni oladi, qichishlarni oladi. Samimiy glavni ayollarimiz, qizlarimiz kutgan narsa. 18 yoshdan kichkinalar ko'rish taqiqlanadi. Ertaga yomon qizlar deb yomon deb yurasizlar. Mana yomon opalarimiz, singillarimiz uchun o'zingizlar uyingizga olib qo'yinglar. Masajniy yog'. Ko'rdinglar? Akaxonlarimizga o'zingizlar bir yomon qiz bo'lib berasizlar. Uydan ketmay qoladilar. Endichi bruzelniy 200 minggacha ichki kiyim izlab ovora bo'lmanglar. Xanumkani o'zida 25 ming, 35 ming, 45 ming skidkalar ichki kiyimga ketayotgan ekan. Eringlardan 150 ming olib zato 5-6 tasini bosib uyga olib ketsanglar, 1 yil maza qilib kiyasizlar. Feromon hamma yoq feromon bo'ldi, lekin feromonni ham ishlatish texnikasi bor ekan. Bu yerga kelganinglarda, magazinga kelganinglarda o'zlaridan so'rasanglar, o'zlari tushuntirib berar ekan. Atirlarini hidiga gap yo'q, menga yoqdi. Original deysizlarmi, sizlar izlab yurgan brendовый hamma atirlardan bor ekan. Eng muhimi pulinglar yetmasa-chi, gram quyib berishadi-yu. Shunaqa variant ham bor ekan. Voy, kiyimlarni yomoni-yu. Hozir kunda opa-singillarimizga zo'r vazmojlar bo'lyapti. Faqat bunichi o'zingizlarning maxsus uyingizlarda, xonangizlarda kiyasizlar. Qaynananglar topolmasin faqat. Bir xil ayollarni suhbatini olsang, biroz og'izdan hid keladi. Da o'ziga qarab yurgan simpatichni, lekin bu har xil kasalliklarga bog'liq deyshadi. Shuni yechimini topdim. Ayni damda Xanumkada mana shunaqangi protez tishli yoki o'zini tishi doktorga borsa ham oqarmaydigan natija ko'rmagan ayollarimiz uchun ham spreylari, ham zubni pastalari bor ekan. Effekti 100% javob deyishyapti. Qani bitta ishlatib ko'ramiz. Falon puldan sotadigan shunaqangi качественный pijamalarni skidkaga qo'yib tashladinglarmi? 550 ming emas, 450 ming emas, naqd 300 ming, 350 ming shunaqangi yomonlarini opam sotyaptilar-yu. Raddomlargacha pijama pati qilish moda bo'lib ketibdimi? Mana sizlarga shunaqangi raddomga yumshoqqina, ham hibi, ham качественный qaranglar. Bemalol olib tuqqani osongina ketaverasizlar-da. Men bu yerdagi tovarlarni ko'rib shokka tushdim. Ayollar pijamani alohida, geldilar dushlarni alohida yugurib izlab yurmaysizlar. Xanumkaga kelasizlar, hamma narsa ichida bemalol topib, sotib olib, maza qilib ishlatasizlar.